Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan bugun Malayziya Nessinal mavzusidagi darslarni davom ettiramiz va bugungi mavzu bozor trendi. Bozorda qanaqa trendlar mavjud? Bozorda 3 xil trend mavjud o'zi. Birinchi trend uptrend deyiladi. Ya'ni mana bu. Uptrend qanaqa holatda bo'ladi? Uptrend ikkinchi nomi bu buy trenddan deyiladi. Narx SNR zonada, ya'ni supportdan reaksiya oladi, kuchli supportdan va kuchli rezistansga qadar, ya'ni mana bu yer support, mana bu yer resistance bo'lsa, endi mana shu holatda ketaveradi narx. Bu holatda biz SNRdan, ya'ni toki resistance zonagacha biz buy trendda buy narxlarimizni, ya'ni buy bitimlarimizni resistancega ushlab tursak bo'ladi. Sellarni scalping yoki qisqa muddatda tezroq ishlab chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi holat bu sell trend yoki down trend. Endi bu holat xuddi shunaqa teskarisi, mana past support, tepa resistance. Narx resistancedan reaksiya oladi va supportga qadar faqatgina sell tushib kelaveradi, ya'ni mana bu holatda sell. Endi bu holatda uptrendda teskarisi, ya'ni bu yerda faqatgina sellarimizni toki supportga qadar, ya'ni kuchli supportga qadar narx ushlab turamiz. Bu yerdagi qisqa support zonalardan kichkina bitimlar ochib, scalping yoki qisqa muddatda ishlab chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Va bunda uchinchi holatimiz ham mavjud, bu sideways deyiladi. Sideways qanaqa bo'ladi? Sideways odatda bank holiday, ya'ni dam olish kunlari yoki narx kuchli bir yangilikka tayyorlanayotgan vaqti shunaqa holat bo'ladi. Bunda qanaqa ishlaymiz? Bunda kuchsiz SNR bo'ladi, ya'ni kuchsiz support va resistance hosil qiladi narx. Support va resistance asosiy yo'nalishni topib olamiz. Asosiy yo'nalishimiz mabodo buy bo'lsa, mana shu kuchsiz support va rezistansda ishlab turamiz toki bir tomonni buzguncha. Va asosiy yo'nalishimiz bo'yicha bir narx buzilsa, biz yana dalchi davom etib ketaveramiz. Asosiy yo'nalishimiz agarda sell bo'lsa, xuddi shunaqa bu yerda biz bemalol ishlab turamiz. Ya'ni support va resistance orasida kichkina bitimlarni ochib, va asosiy yo'nalishimiz bo'yicha sell bitimlarni ushlab, buylarni yopib chiqib ketamiz. Endi bu bozorda qanaqa holatda bo'ladi? Bozorda mana masalan hozirgi holatda haftalik time frame buy trendda, trend buyda. Hozircha uzoq muddatli sellga o'zgargani yo'q. Kelaylik kunlik time frame dan ko'raylik. Mana masalan mana bu yerda mana bu yerni oladigan bo'lsak, haftalik asosiy yo'nalishimiz buyda, ya'ni haftalik buyda va kunlik time frame xuddi shunaqa holatda ketyapti, ya'ni toki haftalik sellga o'zgarmaguncha bu yerda buy ketyapti. Ya'ni ko'rib turibmiz, kunlik time frame da faqatgina buy. Bu yerda masalan zonalar mavjud. Bu zona resistance, kuchsiz resistance zonalardan sell ishlaymiz va tez scalping qilib chiqib ketamiz yoki o'rta muddatda ishlab chiqib ketamiz. Uzoq muddat swing trade'ga biz bemalol asosiy yo'nalishni topib olib, toki resistance zonagacha bemalol ushlab tursak bo'ladi narxlarni. Endi savol bo'lishi mumkin, biz qatdan asosiy va kuchli resistance zonalarini yoki support zonalarini topishimiz mumkin. Qaysi biri asosiyligini bilsa bo'ladi deganlar uchun hozir sizlar bilan kuchli va kuchsiz SNR mavzusini ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni bilamizki, support va resistance faqatgina haftalik yoki kunlik time frame da tortish kerak, yokida oylik time frame. Oylik odatda uzoq muddat bo'lgani uchun maslahat bermayman, juda ham uzoq bo'lib ketadi. Yoki agarda siz swing trader bo'lsangiz, bemalol oylik time frame dan ishlasangiz bo'ladi. Endi qanaqa bo'ladi? Haftalik SNR juda ham kuchli SNR hisoblanadi. Kunlik bo'lsa kuchsiz, bunga nisbatan kuchsizroq SNR bo'ladi. Ya'ni agarda mana haftalik SNR bo'yicha narx supportdan resistancega qarab narx ketsa, bilamizki bu yerda orada kunlik rezistancelar ham bor. Kunlik resistance bular ham narxga qaysidir ma'noda qaytaradi, lekin asosiy yo'nalishimiz buy bo'lganligi uchun ham mana bu haftalikda buy bo'lgani uchun ham biz kunlik time frame'da mana bu selllarni qisqa muddatda ishlab chiqib ketishimiz kerak bo'ladi va asosiy yo'nalishni buyga qaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerdan kirib olamiz.
agarda imkoniyat kechiksak bu joydan kirsak bo'ladi yoki mana buni buzib o'tganda bu yoqdan kirsak bo'ladi. Ya'ni asosiy yo'nalishimiz bayligini unutmasligimiz kerak bo'ladi katta time frame ga qarab. Endi bu bozorda hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Mana mana bu holatda support zona, haftalik time frame da support zona. Ya'ni narx mana buni tanasi bilan buzib yopa olmadi. Va bu nimani bildiradi? Biza buy ketishi kerak narx. Endi qatgacha buy chiqadi. Bu yerda ko'rib turibmizki, mana bu yerda faqatgina resistance zona bor. Bundan oldin resistance zona yo'q. Ya'ni mana bu narsadan e'tibor beramiz. Hali bu kun ochilgani yo'q. Ya'ni mana bu yergacha narx chiqishi kerak, majburiy chiqadi. Endi nima qilamiz? Biz asosiy yo'nalishda support va resistance topib oldik. Haftalik time frame bo'yicha. Ya'ni mana bu yer resistance. Mana bu yer support. Endi nima qilamiz? Haftalik yo'nalish buyda bizda mana ko'rib turibmiz. Mana bu yerdan buyga chiqish kerak toki mana bu joygacha. Endi bu joyda reaksiyasini keyin kuzatamiz. Bu joyga kelganda. Ammo hozircha buy. Kunlik time frame ga o'tamiz. Kunlik time frame ga o'tib olib, endi faqatgina buy bitimlarini izlashni boshlaymiz. Ya'ni narx mana bu yerdan kunlik time frame da resistance zona bor, ko'rib turibmiz. Narx qaytardi, resistance zonada mana ko'rib turibmiz. Bir marta qaytargan, yana qaytardi. Asosiy haftalik yo'nalishimiz buyda bo'lgani uchun ham biz buy bitimlarini uzoq muddat ushlashga harakat qilamiz. Ya'ni bu yerda ishlab olsak bo'ladi. Mana bu yergacha ishlagan, bu yoqqacha ishlab bo'lgan. Mana narx ishlayapti va mana bu yerdagacha ishlab beryapti. Asosiy yo'nalishimiz buy bo'lgani uchun ham buylarni mana bu yerdan buy kirsak ham ushlab turamiz. Bizubitga olishi mumkin. Pastroqqa tushganda toki supportga yaqinlashguncha buy ushlab ketaveramiz. Ya'ni mana bu yerdan buy kiramiz. Buy bitti. Narx ketdi. Endi mana bu yerda zona bor. Buzdi. Buzgandan keyin mana bu yerdan yana bitta buy. Mana bu yerda kunlik bo'yicha zona bor. Resistance zona. Narx qaytardi. Asosiy yo'nalishimiz bilamiz buy. Mana bu yerda sell ishlab chiqib ketib, asosiy yo'nalish bo'yicha buyga qo'shilamiz. Yana bitta buy. Keyingisi mana bu yerda zona bor ekan. Bu ham qaytardi. Mana bu yerdagi breakoutda yana buyga kiramiz. Ya'ni buy toki mana shu yergacha faqatgina buy. Narx bu joyga kelganda endi ko'ramiz, kuzatamiz. Haftalik time frame ga o'tamiz. Haftalik time frame da narx buzib o'tib ketdi. Ya'ni mana bu yerni ko'rib turibmiz. Support zonamiz bor edi. Resistance zonamiz bor edi uzr. Narx tanasi bilan buzib yopildi tepada. Shuni bildiradiki, yana asosiy time frame da, ya'ni kuchli ssenariy buyda. Endi nima qilamiz? Kunlik time frame ga o'tamiz. Kunlik time frame ga o'tamiz. Faqatgina buyga bitim qidiramiz. Buy. Ya'ni mana bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Mana bu zona buzildi. Buy. Narx mamga kelganda yana bitta buy. Mamga kelganda yana bitta buy. Mamga kelganda yana bitta buy. Mamda buzgandan keyin, buzib tepada yopilgandan keyin qaytib kelganda buy. Toki qatgacha. Toki eng kamida kunlik time frame da mana bunaqa sellga trend o'zgarguncha. Ya'ni mana bu yerda sellga trend o'zgardi. Endi bemalol biz buylarni yopsak bo'ladi. Baribir asosiy haftalik time frame ga qaraymiz. Haftalik time frame da ham mana bu sellga trend o'zgardi. Mana bu yerda sellga trend o'zgardi, lekin bu endi qatga kelish kerak. Mamga kelish kerak edi aslida. Hozir chiroyli ochib beraman. Ya'ni mana bu yer support. Ko'rib turganinglardek supportni tanasi bilan buzib yopila olmadi. Bu degani yana buy. Yana buy, qatgacha buy. Mana bu yergacha buy chiqish kerak. Chiqdi ham, yana bu joyni ham tanasi bilan buzib yopgani uchun yana darshi buy ketyapti. Ya'ni xuddi shu support zonani belgilab olamiz biz. Kunlik time frame ga o'tamiz. Yana buyga faqatgina bitim qidiraveramiz. Ya'ni kunlik time frame ga chiroyliroq zona tanlab olamiz. Mana support zona kattaroq bo'ldi, chiroyliroq.
Endi faqatgina bayga bitim qidiramiz. Narx ketdi. Endi mana bu yergacha bay qidirishimiz kerak. Mana bu yerni buzdi. Qisman selga ishlab olsak bo'ladi. Mana bu yerga kelganda yana bitta bay olamiz. Pastdan ham bay olamiz. Buzib o'tib ketdi narx. Mana bu yerni buzib o'tib ketdi narx. Yana bitta bay. Toki mana bu yerga kelganda kuzatamiz narx. Ko'rib turibsizlarki, yana darshi buzib o'tib ketdi. Endi nima qilamiz? Yana darshi bay ushlashimiz kerak bo'ladi. Hozircha haftalik bay bo'lgani uchun mana bu yerdan yana bay olishimiz kerak biz aslida. Yana bitta bay olamiz. Mana bu yerdan yana bitta bay olamiz. Mana bu zonadan bay olishimiz kerak. Toki qatgacha, hozircha narx mangacha. Agar haftalik trend selga o'zgarsa, o'sha yerda yopib borishimiz kerak bo'ladi yoki kunlikda ham yopib borsak bo'ladi. Hozircha ya'ni trend bizda bayda, umumiy olganda haftalik time frame bo'yicha yo'nalish topib olamiz, chiroyli yo'nalish. Kunlik bo'yicha uzoq muddat ushlasak bo'ladi. Ya'ni kunlik bo'yicha qo'shilib olib trendga uzoq muddat ushlasak bo'ladi yoki kunlik SNR zonalar bo'yicha qisqa muddatda, ya'ni 200 punkt yoki 100 pips shunaqa atrofda, balki 300 pipsdir ishlab chiqib ketsa bo'ladi. Ya'ni agarda siz uzoqroq ushlayman desangiz, haftalik bo'yicha ishlashingiz kerak. Bu narsaga majbursiz. Endi sell trendni ham qisqacha ko'rib chiqsak. Mana bu yerda narx sell ketyapti. Ya'ni ko'rib turganinglardek sell tushib ketdi. Endi qaranglar, chiroyli zona qatmamga tushish kerak narx. Tushdi ham, lekin bab tanasi bilan buzib o'tib ketdi bu joyni. Keyinga tushadigan joyi. Mana bu yer narx biroz o'ynadi, baribir buzib o'tib ketdi. Ya'ni sell asosiy yo'nalish trend sellda. Nima qilamiz biz? Asosiy yo'nalish topa olamiz. Kunlik time frame o'tamiz. Kunlik time framedan nima qilamiz? Haftalik sell, kunlik kuchsiz zonalar bilamiz. Kunlik qisqa ishlab beradi, lekin asosiy yo'nalish bo'yicha biz sell topishimiz kerak. Biz har bitta etikatdan sellga kirishga harakat qilamiz. Masalan, mana bu yerdan sellga kirishga harakat qilamiz. Buzib o'tib ketdi, mana bu yerni buzdi. Mana bu yerga retest berdi. Mana bu yerdan sell, bu yerdan ham sell. Mana bu yerdan yana bitta sell. Masalan, mana bu zonadan yana bitta sell. Mana bu yerdan 3 marta tegan ekan. Yana sell. Ya'ni asosiy yo'nalish trend sellda bo'lgani uchun ham biz faqatgina sellga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan ham yana bitta sell. Ya'ni asosiy kuchli va kuchsiz SNR mavzusi shu edi bizda. Hozircha bizda bozor ham bayda, trend bayda, asosiy haftalik bo'yicha faqatgina bayga bitim qidirishimiz kerak. Tokida haftalik time frame selga o'zgarmaguncha. Bugungi mavzuyimiz bizda shulardan iborat edi. Ya'ni birinchisi kuchli va kuchsiz SNRlar va bozor trendi. Agarda qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol chatda yozib qoldirishingiz mumkin. Hammaga rahmat, charchamanglar.